Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Juvudiki ji bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ji Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Jining beshidan ulinadigan shakli. Misol: jaran. Jining bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: bo'ljirgan. Jining oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: toj. Jining ayrim shakli. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Jaran ji harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bo'ljirgan ji harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Ji harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Toj ji harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. Joy, jon, toj, boj, jit, mijit, jat, nijat, jaz, mijaz, jur'at, jur'at. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili. Boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati